Sa'd ibn Abi Waqqas Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan: "Ya Rasululloh, meni haqqimga duo qiling, duolarim ijobat bo'ladigan odam bo'lay" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Atib tu'matak tastajib da'watak." Luqmayni halol qil, duolaring qabul bo'ladigan odam bo'lasan dedilar. Qarang, duolarimizni qabul bo'lishligini asosi luqmaga, halolga e'tibor berish. Bola chaqa boqyapsizlar. Bu tirikchiligimizning natijasidan non ko'tarib, o'sha bola chaqaning luqmasi bu juda katta e'tibor. Farzandlarimizni kelgusida yaxshi inson bo'lishligini umidini qilsak, birinchi o'rinda luqmasiga e'tibor beraylik. Halol luqma non yediraylik. Imom Buxoriyning otalari aytgan ekan: "Farzandlarimga qoldirayotgan merosimda bir dirham shubha borligini bilmayman" degan ekan.